Assalomu alaykum. Yakov House obunachilar, aziz mijozlarimiz. Bugun Chalish bozorindamiz. Pushkin ko'chaga yaqin bu yer. Hovliga chiqdi. 10 metr, 30 necha metr. 35 mi, 37 mi shuningin. Ma'lumotlarni описаниеda pastga qoldiraman, bemalol o'qib olishlaringiz mumkin bo'ladi. Bu yerimiz prixожий zona shuningin. Bu yerda kotel, qo'lyodona, rakinalar ham qo'yilgan. Shunday katta dalam bu yerda. Birinchidan ko'rib ketamiz. Yakında bu tarafı zal. Şimdi acayip bir zal. 10 adamlık üstler kürsem koyulungan bir de cihazlar ham sığıyıp durdu. Acayip bir lüstralar ham koyulungan. Polonu göstermesi mümkün. Kalın tahtalardan işlengen konditsionerler ham koyulungan. Yerimizde bir spalni. Bunu diskga etib qo'ysangiz bo'ladi, lekin kattaligi vosh ajoyib diskidagidek emas. Ikki bolaning polni spalni garniturlari, shkaflari, dars stolidan partalari hamma narsadan sig'dirsangiz bo'ladi bu yerga. Bu yerimizda shuni katta televizor turibdi, ko'rishlaringiz mumkin. Yanımızda yana bir spalni. Bu ota-onalar spalnisi. Bölümümüzden katta tushgan. Yaqinda bu hududimiz oshxona, bani, stolovoy. Bu tarafda oshxona, bir de o'tirib ovqatlanib qilib qo'ysangiz bo'ladi. Katta bir ustal kursidan qo'yib. Bu yerda katta zalimiz ham bor. 2 zal 2 spalni etsangiz bo'ladi yoki 1 zal 3 spalni etsangizlar ham bo'ladi, bemalol. Kattaligine qaranglar. Вообще katta. Lustralar qo'yilgan, kamin, hammasi joy-joyida. Ayrim jihozlari bilan, ayrim jihozlar ketadi, ayrim jihozlari qoladi. Yerimizda yuvinish xonasi. Yuvinish xonamizdan vannasi, hamma jihozlari joy-joyida turibdi. Birimiz oshxonamiz, ayollar zonasi, ko'rib turganlaringizdan mebellar, mana shu joy-joyida bu mebellar полностью qoladi. Kir mashin, посудомойка mashinasi sig'ib turibdi bu yerda. Akvaynalarni yaqinlaydi. Bu tarafdan bir ko'rib chiqamiz. Bu tarafga chiqarishda şimdi masketli setkeler koyulgan. Şöyle peşine girmezsek için böyle hem şimdi akkuratlı kalıp fırsat telefonu tuttu. Şöyle bir zilonlu zona kalan. Bu yanlarımız öyle полностью fırsat oturttu. Tatsallar koyulgan. Bir de yine letni kuhnyası, barbekü zona tipi arasında doğru. Yine trinofiyat pertezlerim bu arada. Daraxtlar ham baland ajoyib. Bu yerda kladovka bor. Xohlasangizlar mana bu yozda bir davolardan bir hudud etib qo'ysangizlar ham bo'ladi. Xohlasangizlar shunday polkalarni qo'yib sklad sifatida foydalansangizlar ham bo'ladi. Bu tarafında letniy tualet ham bor. Yaqinlash hovuzamiz sotiladi, hudud ham dim ajoyib. Shahar dim yaqinida joylashgan. Pastda metr kvadrati bilan описаниеda narxlarni yozib qo'yaman. Bemalol telefon qilib, bog'lanib, savdolashib olsangizlar bo'ladi. Ayrim jihozlar qoladi, ayrim jihozlar ketadi. Kvadrat ham ajoyib, narx bu undan ham ajoyib. Pastda yozib qoldiraman, ko'rib bemalol telefon qilaringlar. Agar video yoqqan bo'lsa bir like bosib, kommentariyada izohlaringizni kutaman. Podpiska bo'lishni unutmanglar.